Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Doktor Umarov. Navbatdagi mavzumiz, siz bilan gaplashadigan mavzumiz bu burun spreylari foydami yo zararlimi degan savol. Ko'p berishadi shu savolni ham bir oydinlashtirib qo'yay deb shu mavzuga oldim. Burun spreylari juda ko'pligining tarkibida evkaliptga o'xshagan yana shu davolovchi preparatlari bor. Shuni ustun tomonida bilishadi, aytishadi. Burun spreylarini endi ta'sir mexanizmini ko'radigan bo'lsak, mana burunni ochadi. Burunni ochish uchun asosan burunni ochish uchun shu foydalaniladi. Tarkibida jihatdan o'sha qon tomirlarida toraytiruvchi moddasi bor. Har bitta nimasida. Endi hammasini ismini aytib bo'lmaydi. Aytsak ham bu antireklama bo'lib qoladi. Yana o'sha o'zimizga ziyon tomonini o'ylamaymiz. Xo'p, o'sha qon tomirni qisqartiradigan moddasi mana bu burun chiqanoqlari ichida qon tomirga to'la bo'ladi. Bezlar, burunning ichidagi shu bezlar ko'p marta takrorlab aytdik. Ularning ichida o'zini shilimshiq ishlab chiqaradigan, u shilimshiqlar antibakterial, proteovirusning ta'siriga ega bo'lgan moddalarda endi. Shular ishlab chiqaradigan bo'ladi-da, shu chiqanoqlarda tarkibi ko'proq qon tomirdan iborat bo'ladi. O'sha qon tomir ishib bo'kkandan keyin, qon go'sht kattalashgandan keyin biz sprey sepadigan bo'lsak, qon tomirlar qisqarishini hisobiga burun yo'llari ochiladi. Mana shu ochilish tomoni foyda. Ochilgandan keyin tarkibidagi agar evkalipt ya boshqa shu tabiiy davolash moddalari bo'ladigan bo'lsa, shular davolashga yordam beradi. Endi spreylarda surunkali ravishda burunga sepib yoki tomizib, o'sha burun ochadigan preparatlari ham bor. Shu tarkibiy jihatidan deyarli mexanizm, ta'sir mexanizmi jihatdan bir xil. Shular uzoq qo'llaganda nima bo'ladi? Mana shaxsan o'zimdan iborat. Yoshligim o'sha maktab davridan allergik rinit bilan boshlangan o'zimda. Keyinchalik tibbiyot bilim yurtiga o'qishga kirganimda naftizin degan preparatni topib oldim. Shundan foydalanishni boshladim. Endi mana armiyaga borib keldik. Armiyadan keyin institutda o'qidik. Institutlarda yurganimizda ham cho'ntagimizda naftizin yuradigan bo'lib qolgan. Shu naftizinni ta'sir mexanizmi hozirgi spreylarning ta'sir mexanizmi bilan bir xil. To'g'ri, qaysidir bittasi tomchi, qaysidir bittasi sepadigan sprey. Foydalanishga qulayroq. Shunday burunni ochardi-da, shundan xursand bo'lib yurardik. Keyinchalik o'sha qon tomirlar qayta qisqartirilaverganligi sababli shu dorining ta'sirida bizda atrofik rinit boshlandi, ya'ni menda. Boshqa odamlarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Atrofik rinit, ya'ni atrofiya degani qurib qoladi. Endi sizga sodda qilib tushuntirganda, oziqlanish, ya'ni qon tomiri har doim qisilishini hisobiga o'sha joydagi to'qimani oziqlanishi buzilishini hisobiga atrofik, ya'ni qurib qolgan rinit, burunning ichi qurib qoladi. Mana shunga o'xshash vaziyat bo'lmasligi uchun uni faqat ochish uchun foydalanasiz. Uni orqasidan ochgandan keyin albatta hech bo'lmaganda kastorovый masla, bodom yog'i, shaftoli yog'i bular ham bo'laveradi. Eng yaxshisi shular ichida shu kastorovый masla. Undan tashqari biz shu kastorovый masla asosida ishlab chiqarilgan ritsinol degan preparatni biz tavsiya beramiz har doim hamma burun davolash masalasida. Shundan tavsiyasini beramiz. Ritsinol agar u bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga alonur. Juda ham zo'r, a'lo texnologiyada ishlab chiqarilgan narsa. Bu yog'li preparatlar o'sha joyga, to'qimaga sekin so'rilib, u yerda hech bo'lmaganda vitamin bilan ta'minlanadi, pitaniyasini shu joyda namlantiruvchi pitaniyasini qilib turadi. Shunda atrofik rinit rivojlanmaydi shu masalada. Shuning uchun ritsinolni yaxshi ko'ramiz. U ritsinol to'g'risida alohida bitta mavzu qilib beraman, xudo xolasa. Juda foydali tomonlari juda ham ko'p. Ana shunday qilib endi o'zingiz xulosa chiqaring. Burun spreylaridan qanchalik darajada foydalanish mumkin? Endi
gapiramiz desak, gap juda ham ko'p. Endi chuqurlashadigan bo'lsak, yana o'zimiz hamma o'zi tushungandek, kim bo'lsa, agar shunaqa muammosi bo'ladiganlar bo'lsa, avval davolanganingiz ma'qulroq. Yana bir narsa aytaman shu joyda. Endi men kitobda o'qiganimda aytyapman. Kitobda o'qiganman shu voqeani, yozilgan kitob, xohlasangiz agar kitobning nomini ham aytishim mumkin u. Ibn Sino bobomiz davrida shogirdlari bilan o'tirsa, bir bemor kelibdi. Ko'zi ko'r ekan bemorda. Tabib shogirdiga bitta retsept beribdi. Shu retseptdan kulcha non tayyorlashni buyuribdi. Retseptni olib, shogirdi nonni tayyorlabdi. Haligi tayyorlab pishirilgandan keyin nonni bemorning ko'ziga qo'yganda, bemorning ko'zi ochilibdi. Kun o'tib tabib Ibn Sino bobomiz yo'q paytida shogird uyda o'tirsa, xuddi shunga o'xshagan ko'r bemor kelibdi. Haligi endi ustozdan o'rgangan, haligi retseptlar yodida bor, bilib olgan. Haligini borib tayyorlab, o'zim davolaveraman deb borib tayyorlab, hali kulchani tayyorlab turib shunday bemorni ko'ziga qo'ygan ekan, ko'zi oqib tushibdi. Undan keyin tabib, ya'ni Ibn Sino ustozlari kelib, sen har bir bemorni davolashda nimasigadir e'tibor berish kerak. Hammaga to'g'ri kelavermaydi bu retsept. Hammaga tushavermaydi. Buni mijozi bor, uni qabul qilishi bor. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, bu qissachadan kichkinagina sizga xulosa. Iloji boricha samolecheniya, ya'ni o'z bilarmonchilik bilan bu internetdan ko'rib olib, buni qilib ko'ray, buni qilib ko'ray, uni qilib ko'ray bilan shug'ullanmang. Shuning uchun faqat shu mutaxassisga boring. Haligi bor-ku aytgan, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan bir maqolimiz bor. Juda ham zo'r maqol. Shuni o'zini mutaxassisini topib, o'zini mutaxassisga uchravering. Yana bir narsa aytaman. 10 ta mutaxassisni, ya'ni doktorning oldiga borib uchrab ko'ring. 10 xil fikr bildirmasa, meni kelib betimga tupurib qo'ying. Hammani fikri har xil. O'zini fikrlash dunyosi. Bitta kitob o'qigan bo'lishi mumkin. Bir ustozimiz aytganki, rengingga qarab turib, bunday ko'rib, hamma qaraydi, lekin bir kishi ko'radi degan. Ya'ni o'shani tushungan inson ko'radi o'sha rengini ham. Hamma qaraveradi degan. Kitobni ham hamma o'qishi mumkin. Hamma har xil tushunadi. O'zini fikrlash dunyosi bo'yicha tushunadi. O'zini ilmiy izlanishlari bo'yicha tushunadi. Shuning uchun biz foyda ziyonni gapirdik. Yana mana shu foydami, ziyonmi, xavflimi, xavfsizmi degan savollar ko'p bo'ladi. Doktor, xavflimi, xavfsizmi? Mana shu savolni ko'p berishadi. Shu joyga aytamizki, agar xavfli desak, bemor vahimaga tushib qoladi. Bundan yomoni yo'q. Yo'q, xavfsiz desak, beparvo qoladi. Hech qanaqa davolanmasligi ham mumkin. O'shaning uchun vaqtida o'zingiz loqayd bo'lmasdan o'sha dardingizga o'zingiz kurashishga harakat qiling. Hech kim o'zini dardiga o'zidan boshqa hech kim kurasha olmaydi. Uni qadriga yeta olmaydi. O'shaning uchun sizlardan iltimosimiz, o'z joningizni, o'z sog'lig'ingizni qadriga yeting. Video yoqqan bo'lsa, sizlar like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.